2025 yozning issiq pallasi dunyoning ko'rdi panj, voz kechdi o'z onasi, tashlab ketdi vo'lida. Taqdir ekan bu qismat, u insonlar qo'lida topdi mehva shafqat. Sut ichdi shishachadan, o'sdi inson qo'lida, lekin onam erkam hayotining yo'lida. Qo'rquv bosmasin deya xavotirni aritib, yumshoq o'yinchoq berdi, bag'riga bosib tutib. O'yinchoqqa bog'lanib, ona deb bildi uni, quchoqlab uxlar edi, o'tkazib tunu kunni. Boshqalar turtib o'tsa, ranjitsa agar nogoh, jonsiz o'sha matodan izlar edi uppanu. Suratlar tarqaldi tez, hamma dedi naqadar, lekin bu shirin holat aslida edi xatar. O'yinchoq panoh edi qorg'uni yengmoq uchun, lekin dars berolmasdi yashamoq osmoq uchun. Jonsiz mato o'rgatmas muloqot sirlarini, anglay olmasdi panj ham suruvning tillarini. Qanday qilib men borman deya signal berishni, yoki xavf tug'ilganda to'da bo'lib berkinishni. Xodimlar uni katta qoraga olgan mahal, tushundilar bu ishda bor ekan qiyin kasal. Sheriklar qovdi uni qabul qilmay safiga, bangzor bo'lib qolgandi taqdirning insofiga. O'yinchoqqa yopishib chetda qoldi u tanho, go'yo unga boqmasdi, shafqat qilmasdi dunyo. Ammo vaqt o'tib asta o'zgardi bu vaziyat. Bir katta maymun kelib ko'rsatdi unga himmat. Yoniga o'tirib u ko'rsatdi sabr toqat, panjga nasib etgandi endi chinakam ro'hat. Junlarini taradi bu g'amxo'rlik belgisi, panjning ham kelar edi endi o'ynab kulgisi. Videolar tarqadi, panj endi yolg'iz emas, o'yinchoqqa yashirinib burchakda unsiz yemas. Tengdoshlari safida o'rganar u hayotni, topdi o'z to'dasida o'zligiyu sabotni. Haqiqiy makakalar davrasida yayradi, yolg'izlikning muzlari yuragidan aridi. Bu qissa yakunida bitta tilak, bitta so'z, hamma bola onasin quchog'ida yumsin ko'ziz. Muallif Zamirxon. Ikki ming yigirma besh yozning issiq pallasi